Hozir tekshirdik mashinani, orqa oldi polni toza butun mashinamiz sotuvga chiqyapti. Bir kesa podrяд keladi. Avtomat коробкаларdan rosa istayotgandilar. 2008-yilgi 08 объемda mana bu Matiz 3imiz sotuvga chiqyapti. Avtomat коробка 08 объем. Mashina motor коробка xadovkalarida qilinadigan ishlari yo'q. Kuzov shuykamiz hozir polni orqa oldilarini tekshirildi. Lekin urilib, pachaqashib ketgan joylari yo'q ekan. Balonlar zimniy ekan, to'ra baloni ham yangi holatda turibdi. Akalar mashinani salonini bitta ko'rib qo'yamiz. Elektropaket gidravlika, korobka avtomat, konditsionerlari ishlaydi, kojinli salonda. Akalar, mashina koja salonda. Mashinaning holati yaxshi. Laboylarda treshinalar yo'q, boshqasi yo'q. Kuzovida bittami ikkita joyda jindalik korroziyasini ko'rib qoldim. Atak boshqa nimasini ko'rmayapman. Top-toza bodri sasiyani turibdi. Mashinani puliga keladigan bo'lsak, pulini 390 ming so'm kami bor qo'yilyapti. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib bemalol xohlagan pulinglarga so'raverasizlar. Podpiskani bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yamiz. Rahmat.